Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan odamning qon aylanish sistemasini ko'rib chiqamiz. Odamning qon aylanish sistemasining eng muhim a'zosi bu yurak hisoblanadi. Yurak har bir odamning qo'lining mushtiga teng kattaligi. Yurak ko'krak qafasida, qovurg'alar ostida joylashgan. Ko'proq chap tomonda bo'ladi. Odam yuragi ayollarda 180-220 gram, erkaklarda 220-300 gram massada bo'ladi. Yurak 1 minutda 70-72 marta qisqaradi. Yurak qorinchoq bo'lmalarining qisqarishi sistola, kengayishi diastola deyiladi. Odam tanasida 3 xil qon tomirlar bo'ladi. Arteriya, vena, kapillarlar. Qizil rangdagi arteriya qon tomirlari, ko'k rangda ko'rsatilganlar bular vena qon tomirlari va tanadagi eng mayda qon tomirlar to'qima a'zolarda kapillar qon tomirlari hisoblanadi. Mana shu qon tomirlar orqali tana bo'ylab to'xtovsiz qon harakat qiladi va barcha to'qima a'zolarni kislorod va oziq moddalar bilan ta'minlab turadi. Endi odam yuragining ichki tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Odam yuragi barcha sutemizuvchilar singari 4 kamerali. Kameralar quyidagicha nomlanadi. O'ng bo'lmacha, chap bo'lmacha, o'ng qorincha, chap qorincha, o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha orasida 3 tabaqali klapan joylashgan. Mana 3 tabaqali klapan. Chap bo'lma va chap qorincha orasida esa 2 tabaqali klapan joylashgan. Chap qorincha va aorta o'rtasida yarim oysimon, o'ng qorincha va o'pka arteriyasi o'rtasida yana bitta yarim oysimon klapanlar joylashgan. Demak, odam yuragida 4 ta klapan joylashgan. Mana qon to'xtovsiz harakat qiladi. O'pka arteriyalari orqali chap bo'lmaga kislorodga to'yingan qon tushyapti mana va u chap qorinchaga chiqib, aorta orqali chiqib ketyapti. Yuqori va past ko'k venalardan vena qon tomiri tushadi. Mana bu o'pkadan kelayotgan kislorodga to'yingan qon o'pka venalari orqali yurakning chap bo'lmasiga tushadi va 2 tabaqali klapan orqali chap qorinchaga o'tadi. Mana chap qorincha. O'sha chap qorincha sistola holatda bo'lganda yarim oysimon klapan orqali aorta qon tomiriga o'tadi va yuqori bosim orqali tanaga qonni chiqaradi. Bu arterial qon endi aorta chiqib, to'qima va a'zolarga borishi kerak. U arteriyaga aylanadi. Mana bu arteriya qon tomirlari barcha to'qima a'zolarga borib, kapillarlarda gaz almashinish kechadi. Kislorod va oziq moddani beradi va karbonat angidrid va zararli mahsulotlarni o'ziga oladi va vena qoniga aylanadi. Va kapillarlar vena qon tomirlari orqali keladi va yuqori va pastki kovak venalar orqali yurakning o'ng bo'lmasiga tushadi. O'ng bo'lmadan 3 tabaqali klapan orqali o'ng qorinchaga o'tadi. Sizlarga alohida ko'rsatiladi mana. Mana kovak venalar orqali tushyapti. O'ng bo'lmaga tushdi mana. 3 tabaqali klapan orqali o'ng qorinchaga o'tyapti mana qon. Va o'ng qorincha qisqargan paytda yarim oysimon klapan orqali o'pka arteriyalariga o'tadi. Va o'pka arteriyalari orqali o'pkalarga boradi. Mana o'pkalarga boryapti. Va o'pkalarda karbonat angidridni berib kislorodga to'yinadi va arterial qonini yana yurakka olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Maxsus Biomax Zio o'quv markazi o'quvchilari uchun.